Viloyatlarda qanday bilmadim-ku, lekin Toshkentda hozir nomer 1 trenddagi shirinlik retsepti bilan bo'lishaman. Birinchi bo'lib tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Tuxum oqini ko'pirtiramiz, oz-ozdan shakar solib ko'pirtirishda davom etamiz. Tuxum sarig'iga o'simlik yog'i solib aralashtiramiz va tuxum oqi ustidan quyamiz. Ehtiyotkorlik bilan aralashtiramiz. Un, kakao razrixlitelniy elakdan o'tkazib solib aralashtiramiz. Aralashmamizni qolipga solamiz va pishirish uchun pechga yuboramiz. Pishib, sovib olgan biskvitimizni ko'rsatilgandek qilib yuqori qismini kesib olamiz. Ikkinchi bo'lagini esa savatcha ko'rinishda o'rtasini o'yib olamiz. Asosiysi eng mazali morojniy kremni tayyorlab olamiz. Buning uchun 45% qaymoq hamda sladkaya korovka zgushonkasi kerak bo'ladi. Kremim qattiq, mazali bo'lsin desanglar, sizlar ham sladkaya korovka zgushonkasini ishlatinglar. Endi shirinligimizni terishni boshlaymiz. Shokolad pastasi, morojniy kremni solamiz. Savatchamiz to'lguncha mevalardan solamiz. Meva ustidan shokolad hamda yana krem solamiz. Biskvit bilan yuqorisini yopamiz. Ustidan shokolad pastasidan quyib, tekizlab mevalar bilan bezatamiz. O'rtasidan kovlab olgan biskvitdan trifle qildim. Albatta tayyorlab ko'ringlar, retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilib yurakchani bosib qo'yishni unutmang.